Assalomu alaykum, Parkent Malina guruhi a'zolari, Rezavor bog' YouTube kanali kuzatuvchilari. Bugun 17-noyabr 2025-yil va hozir biz issiqxonamizdamiz. Bu yerda 3 xil malina navi, Mapema tikansiz Italiya navi va Enra Sadira, u ham Italiya navi va 4 dona Margarita. Mana hozir shularning oldida turibmiz. Bularning hozirgi kundagi holatini sizlarga ko'rsatib o'taman. Demak, bu Enra Sadira. Hozirgi kunda mana hosillarini ko'rishingiz mumkin. Gullab, tugib va pishish jarayonlari bo'lib turibdi. Bu yoqdagi holatlari ham. Demak, o'sha noyabrning birinchi haftasidagi o'sha minuslik ob-havo u qadar ta'sir qilmadi, faqatgina bir kungina issiqlik ta'minotini berdik. Bu esa Margarita. Issiqxonaga qaysi navlarni ekish kerak degan savolga o'sha ko'plab ustozlarimiz javob berib o'tishgan. Maravilla, Margarita, Violet, mana shu navlarni eksangiz natijaga erishish mumkin. Mana bu tomondagisini bir 10 kundan beri uzganimiz yo'q, ya'ni o'sha qanchagacha o'zini bandida yaxshi tura oladi. Mana ranglari to'qqizil holatga kelib qolgan. Mana bandlari sekin qurishni boshlasa ham tushib ketgani yo'q. Ya'ni mana Enra Sadira ham xuddi gullab yana tugishda davom etyapti. Ko'chadagi ochiq tashqaridagi yerda turgan Enra Sadiralarimizda albatta sovuq urdi, ta'sir qildi. Bu esa Mapema. Bu ham hozir gullab, agar yaxshi holatda bo'lsa hosilga kirishishi ehtimoli bor. Bu jarayonni ham agar pishsa keyin ko'rsatib o'tamiz. Mana bu novda, yangi novda mana o'sha baquvvat bo'lib chiqib kelyapti. Ko'ramiz, endi qishga kirish arafasidamiz. Demak, noyabrning 17-sanasi. Hozir yana bir tajribani aytib o'taman. Bu bizning ijod studiyamiz. Mana bu otaxonning qo'lida turgan malina, Enra Sadira malinasi. Buni 5 kun oldin terib qo'yganmiz. Bugun 6-kun. Ya'ni mana shu issiqxonada turibdi, quyosh to'g'ridan-to'g'ri tushib turibdi. Sovutgichda turgani yo'q, tabiiy holatda. Bugungi harorat shu 22 darajadagi harorat issiqxonanichi, o'sha tabiiy holatdagi. Mana shu holatda Enra Sadirani muxlislariga natija desak ham bo'ladi mana. Demak, bugun 6-kun, 6 kundan buyon yaxshi holatda turibdi. Mana oz-moz suvi chiqdi. Demak, Enra Sadira yana bir bor o'zini ko'rsatkichlarini yangilab boryapti va mevasini saqlanish jihatlarini nima deydi, boshqa malinalarga nisbatan ham isbotlab kelmoqda. Bu esa Heritage malinamiz. Hozir bu ham mana tugib, Toshkentchasiga yetganda dovutchalari, vodiychasiga yetganda g'oralari. Mana diktasi qizarishni ham boshladi. Endi esa tashqaridagi malinalarni tanishtirib o'taman. Xo'p, bu Denniva. Sovuq u qadar ta'sir qilmadi desam ham bo'ladi. O'sha noyabr oyidagi birinchi haftasidagi sovuq. Agar noyabrda qolgan kunlari ham issiqli havo bo'lib tursa, pishishga ulguradi. Bu esa Dnepr 2 Remontant nav malina, Ukraina seleksiyasi hisoblanadi. Eng qizig'ini aytsam, o'sha minusli harorat bunga ta'sir qilmadi. Mana yirikligini qo'limga nisbatan, barmoqlarimga nisbatan ko'rishingiz mumkin. 17-noyabr holatidagi hosil.